O'zgidromet 8 ta viloyatda sel xavfi bo'lishidan ogohlantirdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 19, 20, 21 hamda 22 aprel kunlari yomg'ir yog'ishi kutilayotgani sababli respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkinligini ogohlantirdi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida, Surxondaryo viloyati Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Bo'ysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Muzrabobod tumanlarida, Samarqand viloyati Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrabot, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy tumanlarida, Jizzax viloyati Zomin, Baxmal, G'allaorol, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyati Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyati Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyati So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida, Andijon viloyati Andijon, Asaka, Jalaquduq, Paxtaobod, Isboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shaharlarida. Ma'lum qilinishicha, respublika hududi bo'yicha yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishga olib kelishi mumkin. O'zbekistonda 13 apreldan 18 aprel kunlari ham sel xavfi e'lon qilingandi. 9 ta viloyat tog'li hududlarda prognoz qilingan sel va suv toshqinlari hozircha kuzatilmadi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.